Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi dastlabkilarimizni amalga oshirmoqdamiz. Xorazm viloyati Yangiariq tumanidan mijozlarimiz kelgan 20 kilovatli avtomat universal kotelimizni yuklab berdik buni mashinasiga. Ko'p odam bu yo'lamizda narxincha so'm deb qiziqyapti. Buni hozirgi kundagi narxi 15 million so'm edi. Dastlabkining hisobini 500 ming qaytdik, 14,5 million so'mga beryapmiz. Qiziqqan odamlar bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bu kotelimiz haqida ozma tushuncha beramiz. Bu kotelimizning listlari bu joylarga uchlik listga qo'yilgan. Bu joylarga uchlik qo'yilgan. Gaylaka qismlarini hammasini 4 lik qo'yilgan. Gaylakaning setkalarına 8 lik listdan qo'yilgan bo'ladi. Eshiklarida regulyovkalari bo'ladi, azbizni shnurlar bo'ladi, tutamaslik uchun mo'g'ri joylarda tozalashlari bo'ladi. Orqasini tozalash eshiklari bu. Mana bu eshiklar. Yana shu yerlarda videoni ko'rganda e'tibor eting, ko'p odam ochizkasini e'tibor bermay turibdi. Bu kotellarimizni haftada kamida bir marta tozalash kerak bo'ladi. Agar siz avtogen temir ishlamaydigan bo'lsangiz, plasmasdan o'tiraman desangiz, podach obratkalarni aytsangiz, shulargacha qo'yib beramiz ana shunday qilib. Komplektida ventilator, qo'shimcha o'tirgan bitta motor miyalari bo'ldi. Bu kotellarimiz chugun kolosnikdan jihozlangan, chugun kolosnik, turbo kolosnik emas. Eshiklari двойной bo'ladi. Bunkerlarni 3 qavat atrofida haka ko'mir sig'adi, o'zini 30 kg atrofida yirik ko'mir sig'adi. Yirik ko'mir yoqqan vaqtingizda haka ishlamaydi, hakani yoqqan paytingizda yirik ko'mir yog'i ishlamaydi. Miyalarida onsangana ishlangan miyalari. Tushunmayapti, ko'p odam telefon qilib qanday bo'ladi, nechitib o'chiramiz. Shunday knopkani o'chirsangiz bo'lgani, yirik ko'mirga ishlab ketaveradi. Avtomatik o'chish ya'ni. Qo'shgan vaqtingizda o'zi o'chib, o'zi yonib turadi. Yangiariq tumanidan kelgan mijozlarimiz kotellarni yuklab berdik mashinasiga. Mijozimizning fikrini bilamizmi? Kotellar to'yimiz to'ldimi? Köylümüz doldu. İşi reklamı nereden görüp geldik yine. Hem Deryaş. İş jarayonlardan gördünüz mü? İş jarayonlardan gördük. Zavut eken bir. Hemmesi su var ki işletilmeyin. Hemmesi nerede lente nerede kesilecek bu. Değil mi? Acayip işlerinize Ahmet. Salamat olun, hayırlı olun, hayırlı olsun. Reklama kalamız ve yandan Xorazm'da. Şu işlerinize Ahmet. 3 kuvatlimiz. Sağ olun, salamat olun. Kimga shunday kotellar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mangiz shahri, kichik sanoat zona ichida ishlab chiqarish korxonamiz. Videolarni manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like bosib qo'ying. Kotellar qiziqib bo'lgan do'stlaringiz bo'lsa, shu videolarni jo'natib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.